Daraxtda o'tirib uxlasam bog'dek. Beautiful. Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Meniyada kentimizda ajoyib chiroyli kun bo'ldi, lekin bak issiq. Shunga mal daraxtning soyasiga kelib o'tirib, bir asar o'qib beray dedim. Bay ko'ygininglardek ikki ot parti afsus ketib qoldi. Onundan başqa sel jiraqda yasli bolalar o'ynab yetibdi. Shunga vaqirash, cheqirashlar bo'lsa, cho'chib ketmanglar. Xo'sh, qo'limda dangliq olimimiz, faylasuf marhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnoma nomli kitobi. O'tganimdek go'zallik haqidagi bir yurish maqolalardan bugun hozirlarga güzellik terbiyesi ve onun rolü degan temadagi maqolaning birinchi bölümünü sunaman. Maqolalar sal uzunroqga, shunga qisqartirib o'qib berishni muvaffaq ko'rdim. Xo'sh. Güzellik terbiyesi ve onun rolü. Çınlık, yaxşılık, güzellikning birligi ve güzellik terbiyesinin zarurligi. Güzellik terbiyesi küçlük umumiylikka, ijtimoiylikka, ideyavilikka ega bo'lib, o pedagogika ilmi bilan zich munosabatlik. Güzellik terbiyesi chinlik, yaxshilik, güzellikning hamjihatligi, ya'ni garmoniyasi asosiga qurilishi, aqli, axloqiy güzellikdan iborat bir qancha tarafni o'zaro birlashtirgan bo'lishi lozim. Ma'lumki, chin bo'lmagan narsani go'zal degili bo'lmaydi. O'xshashlar yaxshi, ya'ni azgu bo'lmagan narsadan badiiy lazzatlanish mumkin emas. Shu sababdan go'zallik chinlik bilan yaxshilikni o'ziga oldingi shart qiladi. Go'zallik o'zining obyektiv mavjudligi, reallikdagi o'zaro munosabati jihatdan chinlik va yaxshilik bilan birdaklikka, ya'ni o'zaro taqozo qilishga ega. Shuningdek, kishilarning ijtimoiy hayotidagi estetiklik zo'qlanishi va go'zallik qonuniyati bo'yicha moddiy ishlab chiqarish bilan shug'ullanish faoliyatimi yanala chinlik bilan yaxshilikning birdakligi asosida bo'ladi. Undaqda chinlik, yaxshilik, go'zallik nima va ularning birdakligi qanday? Ma'lumki, chinlik obyektiv mavjud shay'lar, ularning qonuniyatlari va yo'nalishi, reallik va uningdagi mohiyatlik narsalar, kishilik turmush va ijtimoiy amaliyot jarayonidagi barliq ish-harakat, ular haqidagi to'g'ri bilish va maqsadorlikdan iborat. Bundaq chinlik va reallik bo'lmaganda hech qanday ongning, kategoriyaning, yaxshilik va go'zallikning bo'lishi mumkin emas. Chinlik go'zallikning asosi, oldingi sharti. Shuning bilan birga u go'zallikning asosiy gavdasi. Albatta, biz chinlik bilan go'zallikni ikki ayrim kategoriya sifatida bir-biriga parallel qilib qo'ymaymiz. Shundaqdimi, go'zallik estetik tuyg'u va estetik g'oya hosil qiladigan bir xil chinlikdan iborat. Yaxshilik axloqiy kategoriya. Ma'lum ma'nodan olganda, yaxshilikning chinlik bilan munosabati, obyektiv bilan subyektivning munosabati, barliq bilan ongning munosabati, reallik bilan uningga bo'lgan aks ta'sirning munosabatini ko'rsatadi.
Yaxşılıq kategoriyasi gerçi har qaysi tarixiy davrda har xil sinfiy, siyosiy, axloqiy, muarif, diniy va falsafaviy manfaatdorlik nuqtasidan har xil izohlanib kelgan bo'lsa-mu, uning tüp xarakterlik mohiyati yanala kishilarning obyektiv dunyo va uning qonuniyatlaridan qandaq maqsadorlik bo'yicha foydalanish masalasidan iborat. Umuman obyektiv qonuniyatga uyg'un va to'g'ri maqsadorlik asosida bo'lganlari yaxshilik. Buningga xilof yoki qarg'ularcha bo'lganlari yomonlik hisoblangan. Yaxshilik va yomonliklarmi o'zining karamlik va qabohatlik darajasi jihatdan bir-biridan farqlanadi. Xuddi go'zallik chilliqqa asoslangandek, yaxshilikmi chilliqqa tayinadi. Go'zallik haqidagi ko'z qarashlar chilliq bilan yaxshilik asosidalar, ondan estetik ong va estetik baho hosil qiladi. Bu nuqtadan estetik zo'qlanishni chilliq va yaxshilikning ijobiy, muayyanlik xarakter olgan ifodalanish va davomi deyish mumkin. İfadalanishi va davom deyish mumkin. Yevropada adabiyot san'atning qayta gullanishi davrigacha o'tgan uzoq tarixiy jarayon ichida ko'plagan mutafakkur go'zallikni chinliq va yaxshilikning bir qismi ifodasi deb qaragan edi. Aristotel Metafizika nomli asosiy asarida go'zallik bir xil yaxshilik bo'lib, uning ko'ngillik tuyg'u hosil qilishimi uning yaxshiligidan bo'lgan deb qaragan. O'rta asr sharoitida Aristoteldan keyingi ikkinchi ustoz degan nom bilan jahon shumul shuhrat qozongan Abu Nasr Farabiymi ilm, fan, san'at va go'zallikni eng oliy yaxshilik, baxtning vositasi deb qaragan. Uningcha umuman insoniyatni baxt va kamolatga erishtirishga manfaatli bo'lgan shay'i va vositalar yaxshilik va go'zallik hisoblanib, buningga to'sqinlik va buzg'unchilik qiladigan shay'i va vositalar yomonlik va xunuklik hisoblangan. Go'zallikni chinlikning mohiyatlik ifodasi, yaxshilikning muhim mazmuni sifatida asosiy o'ringa qo'yib izohlovchi avtorlarning ko'z qarashicha, go'zallik, chinlik va yaxshilikning mohiyati va xarakterini ifodalashda bo'lib, faqat chinlik bilan yaxshilikning mohiyati va xarakterini namoyon qila olgan shakl go'zallik hisoblanib, uni namoyon qila olmagan qop-quruq va ma'nisizlikka to'lganlari xunuklik va kulkilik bo'lgan. Chinlik, yaxshilik va go'zallikning birdakligi, chinlik, yaxshilik va go'zallikda ching turib, soxtalik, yomonlik va xunuklik ustidan g'alaba qilish, mana bu go'zallik tarbiyasining asosi. Güzellik tərbiyəsi keng dairlik, boy mazmunluq, ma'naviy madaniyat tərbiyəsi bo'lib, u jismoniy güzellik tərbiyəsi va qalbi güzellik tərbiyəsi, so'z güzelligi va harakat güzelligi tərbiyəsi, muhit, turmush va ijtimoiy munosabatga oid güzellik tərbiyəsi, ishlab chiqarish va ijodiyatda güzellik qonuniyatiga amal qilish tərbiyəsi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bugun sizlarga asosliq qilib o'qib bermoqchi bo'lganim jismoniy go'zallik tarbiyasi va qalbi go'zallik tarbiyasi. Ichi teshining go'zal bo'lishi, mundaqcha aytganda. Xo'sh, mayalarni qisqartirib o'tdim. Jismoniy go'zallik va qalbi go'zallik. Jismoniy go'zallik va qalbi go'zallik estetik tarbiyaning muhim mazmuni. U ijtimoiy hayotning asosiy hujayrasi hisoblangan odamning o'z-o'zini
jismoniy va ma'naviy jihatdan go'zallik o'lchami va talablari bo'yicha tarbiyalanish masalasi. Atışnavdi. Bu bizning uyimizningki mushu kayni butunlay at baqadigan, mol charal baqadigan yerlar shunashqa. Bundoq chiroyli atayadi. Seltirib ko'rsatib qo'yman. Oxirida. Ala. Jismoniy go'zallik bilan qalbiy go'zallikni bir-biriga zid o'ringa qo'yish. Onun birisi orqali ikkinchisini chatga qeqish to'g'ri emas. Shundaqdimi? Bu ikki xil go'zallikning o'ziga xos aloyiliklarini tushunish, imkon qadar ularning ham jihatligini qo'lga keltirish yo'lida tirishchilik ko'rsatish lozim. Jismoniy go'zallik kishilar izdindigan, havas qiladigan go'zallikning muhim bir tarifi. Go'rki, odam o'zining asli kumut qunib oldim men. Go'rki, odam o'zining asli tabiati bo'yicha san'atchi bo'lib, u hamisha o'zining turmush go'zalligini orzu qiladi deydi. Jismoniy sog'lomlik va uni asos qilgan jismoniy go'zallik kishilarning turmush go'zalligi haqidagi orzusining oldingi sharti. Jismoniy go'zallik o'lchamlari to'g'risida har qaysi davr va har qaysi sinfning ko'z qarashi o'xshash bo'lmasimi, uningdagi bir o'rtaqlik badan sog'lomligidan iborat. Faqat badan sog'lomligi asosida jismoniy go'zallik va tashqi go'zallikning boshqa taraflari, iskat go'zalligi, husn go'zalligi va zinnat go'zalligi bilan shug'ullanish mumkin. Jismoniy go'zallik ikki omildan tashkil topgan. Onun birisi jismoniy jihatdagi tug'ma va mashq chiniqish orqali erishilgan jismoniy sog'lomlik va jismoniy go'zallikdan iborat. Onun yana birisi mushu jismoniy sog'lomlik va jismoniy go'zallikni go'zallik talabi va o'lchamlari bo'yicha iskatga kirgizish va iskatda tutishdan iborat. Iskat go'zalligi xuddi sağlam ösüvatqan daraxtni belgilik parvish talabi bo'yicha haramshaqlarni putab tuz o'stirish yoki egib bir shaklga kirgizishga o'xshash jismoniy sog'lomlik va badan go'zalligining tabiiy shartlari ustidan qayta ish qo'yish bo'lib hisoblanadi. Biz insoniyatning eng ibtidoiy davrlaridan tortibla o'z farzandlarini muayyan talab bo'yicha iskat qilibga selib o'stirishga ahamiyat berganligini ko'ramiz. Uyg'urlarni misolga oladigan bo'lsak, tug'ilgan bolani zakalash, beshikka selib put-qo'llarini tuz qilish, beshiga xaltaga selingan guruch qo'yib, uning agri yerini tuzab yumaloq qilish, yiqilgan bolaning beshini tuxumlangan matada ching va yumaloq qilib tengish, beshikda burnini yenik chimdib qonshirni chiqarish, bolani dumchak va dumko'ta iskatsiz qilib qo'yadigan ish harakatlardan saqlash, uvulash, bolalar o'yinlariga qatnashtirish, tug'utdan keyin ananing qo'rsqini tuxumdalgan mata bilan o'rab tengish, bag'irdoq ya'ni liptik taqash, tasma tartish, tash maymoq va ish maymoqlarni tuzash qatorliqlarning qadimdan odat bo'lib kelganligini ko'ramiz. Boshqa millatlarda o'ziga xos va umumiy o'rtaqlikqa ega bo'lgan iskat go'zalligi talabi va mashg'ulotlari bor. Iskat go'zalligiga ustixon, muskul va teri sog'lomligi asosida erishiladi. Ustixon, muskul sog'lomligi va yorishimligi qaddi-qomat go'zalligining uli, teri go'zalligi husn go'zalligining muhim sharti. Shuni e'tirof qilish lozimki, kishilarning jismoniy go'zalligi va iskat go'zalligi odam organizmining rivojlanish qonuniyatining hal qilg'uch ta'siriga uchraydi. Bu kishilarning irodasiga bog'liq bo'lmagan tabiiy qonuniyat.
Yana shuni e'tirof qilish lozimki, kishilar o'z hayotining har qaysi bosqichiga ta'sir ko'rsatadigan jismoniy go'zallik va iskat go'zalligiga ega bo'lishga qodir bo'lish bilan birga, yana o'z hayotining har qaysi bosqichiga loyiq go'zallik alomatlaridan unumli bahramon bo'lishga qodir. Jismoniy va tashqi badan go'zalligi faqat yoshlikning dastlabki bosqichidan iborat birla bosqich bilan oxirlashadi deydigan ko'z qarashlar bir taraflimilik va umidsizlik qarashlari hisoblanadi. Iskat go'zalligi bilan husn go'zalligi zich munosabatli bo'lib, husn go'zalligi kishini uning muayyan qaddi-qomati, iskati asosida sun'iy vositalar bilan go'zallashtirish, tuzitishga qartilgan. Bu badanning ko'rinib turadigan qismidagi xunuklikni yoki toza ko'ngillik ta'sir bermaydigan narsalarni yo'qotishni o'z ichiga oladi. Iskat go'zalligi bilan husn go'zalligi tantarbiya, tibobatchilik, turmushga xizmat qilish kasbi qatorliq sohalar bilan aloqador. Sog'lom badan, jismoniy go'zallik, iskat go'zalligi, husn go'zalligi odamning tashqi ko'rinishidagi shakl go'zalligining asosini tashkil qiladi. Bu bir qancha omil o'zaro hamjihat va moslashgan bo'lishi lozim. Uningga kiyim-kechak, yuyib tarnish, zibu sunnat, xuluq mijoz jihatdagi go'zallik omillari muvofiq va o'zlashimlik darajada qo'shilganda jonliq, chiroyli odam siyoqi shakllanadi. Kiyim-kechak bilan zibu sunnat jismoniy go'zallikni julolantirish yoki yo'piqtash rolini o'tab, odamning tashqi ko'rinish go'zalligining vaqtliq qo'shimchasi sifatida ta'sir ko'rsatadi. Xuluq mijoz go'zalligi muhimi qalb go'zalligi, so'z harakat go'zalligining jonliq namoyandasi sifatida ifodalanadi. Odamning tashqi go'zalligi uning ichki qalb go'zalligining kuchli ta'siriga uchraydi. Ko'z ko'ngilning ayniki, so'z qalbning sadosi degan tamsil to'g'ri aytilgan. Qalbi go'zal bo'lmagan kishining rangi-ro'yidan to'ldirib bo'lmaydigan ma'nisiz bo'shliq o'zini ko'rsatmay qolmaydi. Bunda kishilar hatto o'zining tashqi ko'rinishini go'zallashtirishga ojiz bo'ladi. Ularcha har xil rangdor raq, zibu zinnat, ajoyib g'aroyib fasonning hammasi go'zallikning mutlaq belgilaridan hisoblanadi. Ular tushunmaydi-ki, bu ayrim konkret buyumlardagi go'zallikni o'zining go'zalligiga aylantirish uchun ularning estetiklik talab bo'yicha bartaraf qilinishi lozim bo'ladi. Bu buyumlar faqat iskat, ya'ni qaddi-qomat go'zalligi va mijoz, xuluq, hissiyot go'zalligi, so'z, harakat go'zalligi, qalb go'zalligi asosida insonning o'z go'zalligi xarakterini elib insoniy go'zallik bo'lib ko'rinadi. Mana bu odamning go'zalligi eng oliy go'zallik ekanligini, uning ijtimoiy xarakterini, odam go'zalligining markaziy nuqtasini madanlar, o'simliklar, hayvonlarda bo'ladigan mexaniklik va biologiyalik xarakterdagi go'zallik bo'lmasdan insonga xos his, tafakkur go'zalligi ekanligini ko'rsatadi. Qalb go'zalligi tarbiyasi estetik tarbiyaning asosiy halqasi hisoblanadi. Qalb go'zalligi tarbiyasini birinchi o'ringa qo'yish, uni diniy, sirliq va siyosiy taqvodorlik qarashlaridan xoli qilish, qalb go'zalligi bilan tashqi ko'rinish go'zalligi, so'z, harakat, muhit va turmush go'zalligi qatorliqlarning munosabatini to'g'ri hal qilish kerak. Qalb go'zalligi qalb qabohatligiga taqqos qilingan ibora bo'lib, har ikkisi qalbning ijtimoiy xarakterini ko'rsatadi. Qalb go'zalligi insonparvar, taraqqiyparvar kishilik turmush ko'z qarashi asosida shakllangan bo'lib, uning shakllanishi muhit, tarbiya va turmush tajribasining kuchli ta'siriga uchraydi.
Qalb güzelligi tərbiyəsi siyasi, əxlaq, bədii tərbiyə və ictimai münasibət, ailəvi mühitinin təsiri qatarlıqlarını öz içigə alır. Bilim və mədəniyyət səviyyəsi, fikir qilish usuli, vicdan, adaletpərvərlik göz qarışı, ictimai hesdaşlıq, nəfsi xahişi bilən küraş qilish, özünü tutuş və özünü yetəkləş, nomus və iftixar səzgüsü, muhabbət və nəfrət hissiyatı qatarlıq əqli və hissi amillar qalb güzəlliginin şəkillənişində mühim rol oynaydı. 60'lar dünyaya geldim mi? Ay. Kalbi güzellik, kalbi xunukluk bilen seliştiriliş, ibret iliş ve küreş kılış davamında ösüp yetilir. Şəxsiyyətçilik ve özara rahat alavetini başqalar, hatta bütkül cemaatinin azap okubeti üstüge koyuşqa karşı küreş kılış jarayonida kollektivizmlik ve xalq üçün xizmat qilish ideyasi ösüp yetilir. Yaman niyetlik, fitne, ig'vochilik, hasad ve körelmezlik, hatta ziyankeşlik qatarlıq xunuk, qabih, jinoyatlik ish harakatlari bilan kurash qilish jarayonida ah ko'ngillik, mardonlik, lillalik, boshqalarning utuq muvaffaqiyatlaridan samimiy xushallik his qilish, nohaqchilik va ziyonkashlikka qarshi ko'krak kerib chiqib, adolatni jilvalantirish qatorliq go'zal fazilatlar maydoniga keladi. Qalb güzelligi insonning taraqqiy qilib atgan maddi dunyo va ijtimoiy turmushda egallagan barliq bilim va tajribasining javhari bo'lib, shu kishining mohiyati, fazilati, qadr-qimmatining asosiy o'lchimini tashkil qiladi. Biz bir kishini yaxshi yoki yomon, oliyjanob yoki pastkash deganimizda, muhimi uning qalb sifatlari va darajasini ko'zda tutamiz. Haqiqiy qalb güzelligi bilan saxta ko'rinish hosil qiladigan hadislarni farq etishga mahir bo'lish lozim. Boshqalarga yaxshi ta'sir qoldirish orqali o'zining qabih maqsadiga yetishni niyat qiladigan kishi so'z harakatida qancha ustadlik qilmasin, qalbi go'zal hisoblanmaydi. Ammo bundaq saxta ko'rinish hosil qilishni ha degandilar boyqib elish qiyin. Bo'libmi g'arazlik maqtash, hojatidan chiqish, ko'zga issiq ko'ritish orqali behutlashtirilgan kishi bundaq saxtalikni uzoqcha, hatto ochiq hasrat birdilla shaklida chiqqicha farq etolmay qoladi. Bu bizga qalb go'zalligining samimiy, ochiq oshkorlik bilan pokiz, yaxshi niyatlik va oliyjanoblikni birlashtirishdan iborat mohiyatlik alomatining qandaq bo'ladiganligini va soxtbazlarning asli mohiyatini tushuntirdi. G'oya go'zal, ilg'or kishilik turmush qarishi va baxt qarishi bo'lib, uning asosiy ifodasi shaxsning baxt saodati bilan kollektivning baxt saodatining birligi, kollektivning va butkul jamiyatning moddiy va ma'naviy farovonligini yuksaltirish yo'lida umidvorlik va fidokorlik bilan kurash qilishdan iborat. Baxtiyor turmushga qarshi taqvodorlik, tarki dunyolikmi, shaxsning nuqul rahat farog'atini qo'g'ilishimi güzel g'oya hisoblanmaydi. Yaxshi bolalar vaqirab ketib bordi. Bek ko'p ta'siri bo'lmagan bo'lishini umid qilaman har holda. Vijdon shaxsning boshqalarga yoki butkul jamiyatga bo'lgan munosabatda o'z qalbi va ishlarining pokligi, haqqoniyligi, sog'lomligi haqidagi axloqiy bilish va iftixorlik hissiyatidan iborat.
Vijdonning asosiy omili axloqiy jihatdan o'z-o'ziga baho berish, o'z-o'zini nazorat qilish, o'z-o'ziga sodiya, shohid va ayblig'ichi bo'lish. Vijdoniy jihatdan haqiqatda ching turish, xatoligini tuzatish. O'z ayblarini o'z qalbida oqlaydigan, o'z savalliklarga mohiylik, o'z savalliklarga homilik qiladigan kishi vijdoni sog'lom bo'lgan kishi hisoblanolmaydi. Feyrbaq Baxtnoma degan asarda adolat bir xil tanqidiy faoliyat. Vijdon boshqalar baxtining vakolati deb to'g'ri aytgan. O'z qalbida boshqalarga nohaq ziyon yetkazadigan fikr va hissiyot bilan yashaydigan kishi vijdonsiz, qora ko'ngil kishidir. Vijdon boshqalarning baxtini o'z faoliyatining prinsipi qilganda texmi go'zallashadi. Vijdon haqida mundaq bir ruboiy yozilgan. Qalblar qazosi vijdon, uningsiz pok dil bo'lmas. O'zidan gar numus sezmay, jamoatdan xijil bo'lmas. Adolat qiblagohingdir, uningsiz bo'lmag'ay qutpak. Hara mag'rur chechak taxtida, vijdon unda bel bo'lmas. Okay. Hara mag'rur chechak taxtida, vijdon unda bel bo'lmas. Ba'zilar shaxsning o'z izzati va g'ururini vijdon desa, ba'zilar shaxsning koyishi, ochiqlanishini vijdoni qaynag'anlik deb xato izohlaydi. Agar mundaq bo'lganda o'z fikrida turib oladigan koj, ta'tir va darg'azab kishilar vijdonliq bo'lib, samimiy, yavash o'zini tutib olgan kishilar vijdonsiz bo'lib qolmamdi. İffet öz g'oyasi, öz vijdonini yo'qotmay, satmay, uningda qat'iy, davomliq ching turgan, uning pokligini saqlaganligiga qartilgan. Bu nuqtada odamning ma'naviy hayoti, vijdonning hayoti iffetda deyish mumkin. Bu nuqtadan odamning ma'naviy hayoti vijdon, vijdonning hayoti iffetda deyish mumkin. İffet siyosiy, axloqiy, milliy va oilaviy bo'ladi. Odatda vijdon atalmasini iffet atalmasi bilan aralashtirib ishlatishga bo'ladi. Bularning farqi oldinqisi g'oya, bilish va hissiyotda ifodalansa, keyingisi qat'iyatda ifodalanadi. Mecburiyet bu yerde nazarda tutilgani qonundagi zo'rluq omillariga tayangan mecburiyet bo'lmasdan, balki hech qanday zo'rluq va halovat bilan bog'lanmagan vijdoniy burchdan iborat. Mundaq vijdon mecburiyet qalb go'zalligining o'z-o'zidan bo'yrishi, talab qilishi bilan tug'iladi. Haq nohaq ko'rishida sukut qilish vijdonsizlikning alomati, qalbi xunuklik hisoblanadi. Sharaf va nomus. Sharaf va nomus kishilarning o'z vijdoni va majburiyatlarini o'tash yoki o'tamaslikdagi o'z-o'zidan mukofotlanish, g'ururlanish va ruhiy jazo, ruhiy azobga uchrashi, o'z harakatining ijtimoiy oqibatiga bo'lgan bahosi asosida maydonga keladi. Bulardan boshqa his, xohish tanlash va rad qilish qatorliq momentlarda kishi qalbi o'zini namoyanda qiladi. Qalbi go'zallik tarbiyasi bir qitim elib berilib, mangu beparvo yuradigan ish emas. U hayotning har qaysi davrida duch kelgan ijtimoiy, amaliy masalalarga birlashtirib, davomli kuchaytirilishi lozim. Qalbi go'zallik butkul hayotning guli.
Bolupmu yaşanganda keyingi hayatning gülü. Ma'arif xodimlari qalbi güzel boluş bilen billa güzellik terbiyesinin ustozlari, namunachilari, ilhomchilari bo'lishi, qalbi güzellikning boshlamchilari bo'lishi lozim. Ma'qul amsa bugun mushinchilik o'qib beray, davomini kelar qitimliq programmamizda anglaysizlar. Haqiqatan bekmo esil yozilgan. Kelar qitimda söz harakat güzelligi adam güzellikni yaratquchi degandek bir necha temani o'qib beraman. Ma'qul amsa kelar qitimliq kitap o'qish programmamizni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh. Bak ki ortada. Oynak mandık. Ayagım. Assalam, assalam, yaxshimisizlar? O'tin. Aqaz şaqlanın. Paxlan. Qara qo'y. Ma pek sho'xkan bu. Wow, ne? Xayr xo'sh. Assalam. Voy, qaraylik u. Kasli. Kile. Assalam. Yaxshimi? Ha? Öten umaqtığını. Acayip güzellikte bana.